Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani ishg'ol qilganlaridan keyin o'ziga to'q bo'lgan Makka mushriklaridan biri islomni qabul qilgan bo'lib, Ro'za oyida Makka ahliga katta dasturxon yozib ehson beradi. Va ertasi kuni payg'ambarimiz Rasulullohning oldiga kelib so'raydi: "Yo Rasululloh, men kecha katta ehson berdim Makka ahliga. Bu ehsonimni savobi va ajr to'g'risida menga ayting", deb so'raydi. Unda Rasululloh u odamga qarab deydilar: "Sizni qo'shni qishloqda bir nochorgina yashovchi singlingiz bor. Uni holidan xabar oldingizmi?" U kishi "Yo'q" deb javob bergach, "Unda siz bir tuyani sug'organ bilan barobar ajrga egasiz", degan ekanlar.